Assalomu alaykum qizlarjonlar. O'g'lim rak kasali bilan og'riydi, xabarlaring bor. Farzonda Boltaboyeva sponsorim menga bepulga, tekinga 3 ta kokteyl, bitta prebiotik jo'natib berdilar. Taklif qildilar. Avval o'g'lingizga ichkizib ko'ring deb. Men ishonmadim boshida. Ishonmadim, shekerlarini ham Farzonda berganlar. Ishonmadim, yordam bermaydi deb ishonchim bo'lmagandi. Keyin Allohga tavakkal qilib ichkizib ko'rdim. O'g'limda rezultat juda ham zo'r qizlar. Ham ozdirdi, ham ichini keltiryapti. Ichi kelmasida 10 kun, 12 kunda svecha qo'yib yoki skoriy chaqirib ichini keltirib olardik. Hozir har kun ertalab shundan ichganning hisobiga rezultat zo'r. Ichi har kuni keladi. 4 kilo vес tashadi. O'zini yaxshi his qiladi. Ancha foydasini sezdik. Baribir bu rakka foydasi bo'lmasa-da, lekin zbor ketyapti, pul yig'ilyapti,